tug'ruq jarayonida og'riqlar bo'ladi, suv ketadi, har xil mavhumlik bo'ladi. Vrachlar nima deykan, o'zi qanaqa holatdaman, nima bo'ladi keyin degan holat bo'ladi. Ayol kishida tug'ruq jarayoni sekinlashishi yoki fiziologik holat ketayotgan bo'lsa ham unga hamma narsa qo'rqinchli ko'rinishi mumkin bo'ladi-da. Shu sababli ayol kishi homilador bo'ldimi, homilador bo'lgandan keyin 9 oy davomida bitta akusher-ginekologdan nazoratda bo'lishi kerak. Qanaqangidir o'zgarishlar kelayotgan bo'lsa, o'sha narsani tuzatilishi, tuzatilmasligi, yana nima qilinishi kerakligi, murojaatlari soni ko'p bo'lishi kerak-da. Akusher-ginekologiga nisbatan eng yaqin insoni bu qo'shnisi emas yoki eng yaqin insoni bu qaysidir tajribadan o'tgan yaqini emas. Aynan akusher-ginekologi bo'lishi kerak. Masalan, siz akusher-ginekologingizni malakasiga ishonmadingizda, boshqa joyda konsultatsiyadan o'tishga majbur bo'ldingiz, konsultatsiyadan o'tdingiz. Albatta bu narsani sizni olib borayotgan akusher-ginekolog bilan birgalikda tahlilini o'tkazishingiz kerak, chunki sizdagi har qanday o'zgarishni u bilishi kerak. Qanaqangidir o'zgarishlarda yomonlashishlar yoki yaxshilanishlar bo'ldimi, to'g'ri baho berib, yakuniy xulosa bilan sizni roddomga yuborishga mas'ul insonda u.